Salom obunachilar va men Mashhurbekman va men sizlarga aytdim 50 ta obunachim bo'lsa, mana shu Minecraftda stream qilaman deb aytdim obunachilar. Men mana Minecraftda vyjvaniya qilishni boshladim. Hozir Minecraftga kirsa, Minecraftda vyjvaniya qilishni boshlaymiz. Minecraftga kirdik obunachilar va yana men Mashhurbek. Menda 1.14 versiya mana. Mana ertaga skinni olamiz. Bu Minecraftdagi bu skin sizlarga tanishmasmi? Juda ham mashhur youtuberning skini. Obunachilar mana merda ham ochishni boshladik. Agar meni kuzatayotgan odamlar ko'rgan bo'lsa, hammaga salom. Yana bir bor. Mana obunachilar, bu setga tersam termasam deb turibman. Termay qo'yaveraychi setga. Mayli, sizlar uchun qiyiniga qo'yib o'ynayman. Multiplayerga kirsam, o'rtog'im bo'lganda ularni o'ynardik. Mana obunachilar boshlandi уже. Mana Minecraftga kirishi. Menda Minecraft haqiqiy versiyasi, faqat 1.14 versiyasi. Mana obunachilar kiryapti Minecraftga. Kirdik obunachilar, mana endi daraxt chopamiz. Mana obunachilar chopdik daraxtni. Agar men o'sha 50 ta har bitta o'sha men 50 ta obunachim kuzatayotgan bo'lsa, hammaga tashakkur men kuzatayotganlarga. Obunachilar, mana daraxtni ham chopib bo'ldik. Oq daraxt ekan. Agar men ham shunaqa har kuni mana shunaqa videolar qo'yishimni xohlasanglar, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bolta bilan kirka yasaymiz. Bolta mono taxtalar chopishga, kirka esa tosh kovlashga. Men birinchi marta jonli efir Minecraftda stream, jonli efir shunaqa qo'yishim YouTube kanalimga. Oldin ko'pincha shorts qo'yardim, televizordagi videolarni videoga olib qo'yardim. Hozir endi men boshqa narsa qilyapman. Minecraftda stream qilyapman. Streamni shunga o'xshagan Minecraftda qilyapman. Obunachilar, endi ketdik ana tosh tarafga. Bizda taxta yetarli bo'ldi, 24 ta taxta. Tosh kavlaymiz obunachilar. Endi biz tosh kirka bilan tosh bolta yasashimiz kerak. Agar yaqinda yana bitta o'rtog'im kelsa, agar 100 ta obunachi bo'lsa, o'rtoqlarimga haq beraman. 100 ta obunachim bo'lsa, bolalar bilan ham ulanib o'ynab, shunaqa live video, jonli efir qo'yishga harakat qilaman obunachilar. Agar meni qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani bosib qo'ygan bo'lsangiz, obuna bosib qo'ygan bo'lsangiz, o'zbekchasiga obuna bo'lib chiqadi. Bir xillar telefon o'zbekcha bo'lsa, obuna bo'lib chiqadi, bir xillar telefon podpiska bo'lib chiqadi. Ko'ylakchi sizda qanaqa rang chiqar ekan? Bir xillarda qizil rang chiqadi obunani bossa, bir xillarda esa qora, oq rang chiqadi. Ko'ringlarchi obunachilar, sizlarda qaysi rang chiqibdi? Ana endi shunday qilib tosh-boshlar chopib olamiz. Kovlab olamiz. Yaqinda ko'rdinglarmi? 2025-yilda kunida iyunmi, o'sha kunlarda Minecraft haqida film ham qo'ydim. O'sha filmni ko'ra olmay qoldim. Lekin YouTubedan topib ko'rganman. Bu Minecraft 1.14 versiya. Bu Minecraft yaxshi Minecraft, menga yoqadi, nolimayman. Bo'ladi. 1.21 versiya
Ham yaxshi. Agar yaqinda Xudo xohlasa Minecraftimga mod qo'shsam, o'sha mod bilan ham stream olishga harakat qilaman obunachilar. Agar meni qo'llab-quvvatlasanglar, modlar bilan ham stream olishga harakat qilaman. Yaqinda shader qo'yaman Minecraftimga. O'shanda aytaman obunachilar sizlarga. Meni kuzatayotganlarga tashakkur. Nechta odam kuzatayotgan bo'lsa ham tashakkur o'sha odamlarga. Mingdan ming rahmat meni kuzatayotganlarga. Obunachilar, menda Herobrine ham skini bor, keyin unaqa skin yaratadigan ilovam bor. O'sha ilovamdan skinlarni olib mana shu Minecraftga qo'shsam ham bo'ladi. Yaqinda yana shunday qilib, yana shu yakshanba kuni, shu haftaning yakshanba kuni stream olaman haqiqiy. Men gapirib bunga ekranga qaramabman. O'zi biz qishda anaqasiga ham kelib qolibmiz. Uni chopib qolamiz. Agar temir golem yasaydigan bo'lsak, Xudo xohlasa 100 mingta, 100 ta bo'lib ketsak, 100 tadan keyin 100 mingta, 50 mingta, 1 millionta bo'lsak, Xudo xohlasa Artifact, Hacker degan youtuberlarga obuna bo'lib qo'yganman men. O'sha youtuberlar menga yoqadi. Men ham o'sha youtuberlarga havas qilaman. Keyin men Ronaldoning muxlisiman. Yana men Real Madridning fanatiman. Kim borgan Santiago Bernabeu stadioniga? Men Minecraftda bir marta Santiago Bernabeu stadionini ham qurganman bitta modli ilovada. Lekin Santiago Bernabeuni zo'r qurganda Real Madridni quruvchilari. Obunachilar, mana yetib keldik. Obunachilar, mana yaxshi o'tiribmiz, mana obunachilar. Bo'pti obunachilar, stream tugaydi. Obunachilar, mana men qaytdim yana. Hozir bana bobom rot lava chiqdi-ku. Bu lavaga tushib ketmasak bo'ldi obunachilar. Xudo ko'rsatmasin. Haqiqiy lava ekan. Keyin anaqa hakkerlar ham chiqib ketdi. Telegramdan APK deb kelayotgan yonida. Agar sizlarga Telegramdan begona botmi shunaqadan kimdandir APK degan narsa kelsa, shunaqa narsalarni ochmanglar obunachilar. Chunki shunaqa APK degan narsalar ochib olsa, Telegramga ulanib olar ekan odamlar. Obunachilar, mana men qaytdim yana. Telefonimga nimagadir bir haligi YouTube'dan nimalardir kelyapti. Shunga telefonim qotib qolib, qani to'xtatib qo'yadigan narsalar bosilib ketyapti obunachilar. Mana obunachilar, mana shu ko'mir bilan shu temir qidirib yuribman boydan beri. Shu alfa versiyada odamlardan o'rtoqlarimdan so'rasam, Minecraft alfa versiyada Herobrine ko'ringan deydi. Shu Herobrine'ga men ishonmayman, lekin o'sha Minecraft yaratgan odamni bilasizlar, obunachilar. Agar bilmasanglar aytaman-da, bilmaganlar uchun. Minecraft yaratgan odam o'sha aligini tan olmagan Herobrine'ni. Herobrine menimcha o'shanga tushib qolgan virus bo'lishi mumkin. Lekin men ishonmayman Herobrine'ga. Herobrine'da muxlislari bo'lsa, kommentariy ochiq sizlar uchun yozib qo'yinglar. Hamma uchun ochiq kommentariy yozinglar. Obunachilar, keyingi safar Minecraftda nima qilishimni xohlaysizlar? Mana obunachilar yetib keldik, mana yetga. Boyagi saytga agar Minecraft ko'p o'ynaydigan o'rtoqlaring bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Minecraftga 455 saytdan termay qo'yaversam, buzilgan qishloqmi, shunaqa qishloq chiqargan. Menga bolalar zo'r sayt tersam buzilgan qishloq chiqdi.
Shuning uchun termaslikni maslahat beraman. Yoki kichkina harf bilan mimi deb yozsin, yoki anaqa deb yozsin. Mayda 34 24 8 tersin. Menimcha foyda bo'lar shuni, obunachilar. Zombilar ovozi eshitildi. Zombilardan qo'rqmayman, lekin Minecraftda o'lib qolish. Zombilar spamner bor ekan, obunachilar, qochdik obunachilar, qochdik. Obunachilar, men kechiringlar, lekin zombilar streamda jichaga qotiruvdimda, bitta ish chiqib qoldi. Shunga obunachilar o'ldirib qo'ydi meni zombilar. Shunga endi qochib yuramiz mana shu zombilar, o'rgimchaklardan. Obunachilar. Bo'pti obunachilar, unda keyinroq yana streamga qaytaman. Obunachilar, hozir sizlar bilan xayrlashaman. Chunki meni zombilar o'ldirib